Barin inqilobini eslayman. Buningdan 31 yil ilgiriki bugungi kunda, ya'ni 1990 yil 4 ayning 5 kuni Sharq Turkistonning Bari yesida Uyg'ur yaqin zaman tarixidagi davr bo'lgich inqilob Barin inqilobi portilgan kun. Bu Sharq Turkiston xalqining Xitoyga qul bo'lishni xohlamaydiganligi, ozodlik, mustaqillik uchun davomli kurash qiladiganligining signalini bergan kun. Shundaqla dunyoga bizde hayot, bizga ozodlik kerak degan sadosini yangratgan kun. Buningdan 31 yil ilgari Sharq Turkistonning Aqto'y noyisi Bari yesidan 200 dek diqqan Xitoy hukumatining planliq tug'ut, islom e'tiqodini cheklash, Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini yotkash, dehqonlarni tugmas hasharga selish qatorliq zulmga qarshi tinch shaklda namoyish o'tkazgan. Xitoy hukumati 50 dek namoyishni naq maydon etib o'ldirib o'tgan. Ko'pinchisini tutqun qilib turmlarda qiynab o'ldirgan. Shuning bilan xalq qo'zg'ilib, Zaydi Yusuf yetakchiligida 2000 dan ortiq dehqon qo'zg'olon ko'tarib, hukumat organlari va saqchixonlarga hujum qilgan. Saqchilarning bir qism qurollari tortib olinib, 5 Xitoy askari asirga olingan. Qo'zg'olonchilardan bir qismi Xitoy askarlariga asirga tushgan. Hatto Xitoy hukumati inqilobchilar bilan suhbat o'tkazib, asirlarni almashtirgan. Zaydi Yusuf boshlig'idagi bu inqilob Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Li Peng qatorliq jallodlarni cho'chitib o'tgan. Ular bu inqilobning ulg'ayib ketishidan qo'rqib, uni tip yildizni yo'q qilish uchun zamonaviy qurollarni ishga solib, qo'zg'olonchilarni qonliq bostirgan. Bu qo'zg'olon 1990 yil 4 ayning 5 kuni tong saharda boshlanib, 7 kecha kunduz davomlashgan. Barin inqilobini bostirish qatnashgan bir Xitoy askari keyin Amerikaga qochib chiqib, Xitoy hukumatining Bari yesini elib borgan qurolliq bostirish harakatida ko'rganlarini oshkorlagan. Onun deyishicha, butun Bari yesidagi xalq mayli inqilob qatnashgan yoki qatnashmagan bo'lishidan qat'iy nazar uy-mo'y kirib, bola imtiyotgan ayollarni, hatto buvoqlarni vahshiylarcha etib o'ldirgan. Bari yesidagi bostirish jinoyatlari sababli xalqaro jamiyatmi Xitoyni ayblab kelmoqda. Xalqaro kechirim tashkiloti 1990 yil Uyg'urlarning kishilik huquqlari haqida 90 kibatdek maxsus doklad e'lon qilib, Xitoyning Barin inqilobini bostirish jarayonida Uyg'urlar ustini elib borgan kishilik huquq dafsanchiliklariga javobgar bo'lish va Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli kishilik huquq dafsanchiligi va bostirishlarini to'xtatishga chaqirgan.